Peridoz nimaligini bilasizlarmi? Ko'pchilik o'ylaydi, peridoz bu mana bu holat. Ой, не спи. Aslida peridozning 3 ta stadiyasi bor. Birinchi stadiya bu funksional buzilish. Masalan, bu uyquchanlik, lohas bo'lish, bosh aylanishi, og'iz qurib ketishi, terlab ketish, ko'ngil aynishi, qayd qilish va odamning harakatlari sekinlashadi. Ikkinchi stadiya bu markaziy asab tizimi zararlanishi. Masalan, bu g'alati gapirish, so'zlari chalkashib ketadi, tushunib bo'lmaydigan darajada rangi oqarib yoki ko'karib ketadi, qon bosimi pasayib, ba'zida tutqanoq yoki qaltirash paydo bo'ladi. Uchinchi stadiya bu o'sha hamma bilgan falajlik, ya'ni koma holatiga o'tish. Masalan, odam hushidan ketadi, nafas olish juda sekin yoki mutlaq to'xtaydi, tana soviydi, ko'z qorachig'i kengayib, tili orqaga ketib, og'zidan ko'pik kelishi boshlaydi. Vaqtida yordam berish uchun yurak urishini tekshirish, sun'iy nafas berish, yurakni massaj qilish va zudlik bilan mutaxassis bilan bog'lanish kerak. Albatta, bu hammasi odam nima narkotik turini iste'mol qilganiga bog'liq.